Mana sizni vaziyatingizni Alloh izni bilan rahmati marhamati ila mana bir qanchasini chizib qo'ydim. Ana endi Xudo xolasa birin-ketin tushuntiraman. Ayol kishi o'zidan uzoqlashishning, o'zining oqlashining sabablari bor. Agar siz bir ishni qilmoqchisiz, bir holatni qilmoqchisiz, toqqa bormoqchisiz masalan. Toqqa juda ham borgis kelyapti. Masalan, aytdingiz eringizga, eringiz mayli deyapti. Farzandlaringizga aytsangiz, masalan, siz ma'qullashini kutarkansiz-da farzandlaringizni ma'qullashini va ularga aytsangiz, qizingiz aytarkan, hozir nima qilasiz? Bu meni вечериnkam bor, meni bir nimam bor, siz yordamingiz kerak, tanlashib olasiz, qilishib olasiz. Xo'p, bu nima qilyapti? O'zini o'ylayapti. O'g'lingiz aytadi, ona siz toqqa bir haftaga ketadigansiz, bizning kiyimimizni yeb ichimizdan kim tayyorlab beradi? Как это так? Ona deydi. Xo'las, keyin siz nima qilasiz? Ma'qullashini, farzandlaring sizni ma'qullashini kutib gapirdingiz, o'zingizni oqlashga o'tyapsiz. Birinchidan bu farzandlar onaning har qanday xohlagan joyga borishga, ulg'aygan bolalarni tashlab o't betda dam olishga haqqi bor. Mana shu sizda haqqingiz borligida zaiflik bor. Haqqim yo'q deb bo'lingiz, o'zingiz ichingizda aybdorlik hissi bor bolalarga nisbatan. Shuning uchun bu narsa ishlayapti. Bular ayblayapti. "Voyjon, siz menga keraksiz. Voyjon, kiyimlarimchi?" deyapti. Qo'l oyog'ing bormi? Qil o'zingga. Ulg'aygan bolalarga xizmat qilishning oqibati. O'zingizni oqlabsiz nima deyapsiz? Voy bolalar, men toqqa bormasam bo'lmaydi. Asablarim charchagan. Meni salomatligimga kerak. Men ayollar davrasida bo'lgim kelyapti. Men dam olgim kelyapti, huzur olgim kelyapti. Menga tabiat qo'yini kerak. Menga bir pas oz dam olish kerak. O'zimga vaqt ajratishim kerak deb bu deyapsiz, oqlayapsiz. Oqlashingiz shart emas edi o'zi. Prosta siz aytishingiz kerak. Bolalar, men bir hafta dam olishga ketaman. Sen o'zingni epla, sen o'zingni eplaganingga hamda uyni ham epla. Adingga ham qaralaring. Ading ham o'ziga o'zi qaraydi. Bo'ldi. Men dam olishga haqqim bor. Men bir o'sha resursli ayol bo'lib kelishim kerak, o'zimga vaqt ajratishim kerak. Bo'ldi deb o'zimni tanlayman desa, o'shanda ma'qullanishini kutayotgan bo'lsangiz, qarang, ichingizda mana shu hissiyotlar borligi uchun bulardan ma'qullanishni kutyapsiz-da. Bular nima dedi? Bular eng qiziq o'zini tanladi hammasi, sizni emas. Nega bilasizmi? Har doim o'zini tanlamaydigan ayol, o'zini vыборini, istagini tanlamaydigan ayolni hech kim uning vыборini tanlamaydi. Istagingizga hammasini tupurib qo'yadi. Nega? Yomon ko'rgani uchun emas, yomon inson bo'lgani uchun emas. Siz o'zingizni istagingizdan har doim voz kechib shularni deb yashayotganingiz uchun. Bular garshikka boryaptimi? O'zi hojatini bajara olyaptimi? Kiyina olyaptimi? Yolyaptimi? Jag'i ishlayaptimi? Hojatga o'zi borib olyapti, kiyinyapti, o'qiyapti, boshqa joyda juda ko'p narsalarni eplab tashlayapti bular. Nega o'ylaysizki uyda o'zini eplolmaydi deb o'ylaysiz? Yaxshigina eplaydi. Ishoning, siz o'zingizga vaqtingiz qolmayapti. Bag'ishlab yordingiz, ana endi to'ldirish kerak. Chiqarib yuborgan hamma narsangizni qaytarishingiz payti keldi. Tana so'rayapti shuni. Menga yaxshi qara, menga zo'r qaradi. Resursni ayol nima qiladi bilasizmi? Men ketdim, eridan birinchi so'raydi. Men dam olishga muhtoj bo'laman. Mana masalan, u yerga, bu yerga bormasaq dam olgim kelyapti desa, er olib chiqib ketib qoladi resursni ayolni. Imkoniyatlar yaratib tashlaydi. Va farzandlari, "Oyijon, u kerakmi, bu kerakmi, menga kerakmi?" deydi. Xotirjam bo'ling deydi qizi. Siz yo'g'ingizda hamma narsa joyida bo'ladi. O'g'illar aytadi, "To'g'ri qilibsiz, ona, boring. Siz dam oling, yaxshi qarang o'zingizga" deydi. Resursni ayolga hamma da deydi. Eri ham, bolalari ham, o'zi ham. Nega? Bu o'ziga da deyapti, ha deyapti. Bolalari ham ha deydi. Ha degan ayolga hamma ha derkan. Yo'q deganga hamma yo'q derkan. Yo'q deyaptimi? Yo'q. Sizga yo'qlar bir tali kelyapti. Shuning uchun sizda qiyinchilik bo'lyapti. Avvalambor ichki istakka, ichkaridan o'zingiz ha deysiz. Birinchisida o'xshamas, ikkinchisida o'xshaydi, uchinchisida undan ham zo'r o'xshaydi, 4-chi, 5-chilarda hozir aytganimdek o'ziga ha degan ayolga eri ham ha deydi, kerak bo'lsa sharoitlar yaratib beradi, siz so'raganingizdan-da a'lo darajada dam olishni yaratib beradi va farzandlaringiz ham kerak bo'lsa puli bilan,
sizni qo'llab-quvvatlashi bilan, ma'qullashi bilan, roziligi bilan, qo'llab-quvvatlashi bilan sizga polniy yordam berishadi. Ona xotirjam bo'ling, yaxshi borib keling, u bo'lib kerak bo'lsa, siz dam olishga ketganingiz bo'lsa sizdan xabar olib turadi. Ona, hamma narsa joyidami, yaxshi dam olasizmi? Yaxshi dam oling. Uyda hammasi joyida deb turadi. Sizni polniy xotirjamlik berishadi. Eng qizig'i, resursni ayol hech kim oldida o'zini oqlamaydi. Ruxsat so'ramaydi bolalardan. Ketsam maylimi bolalar? Yoki kimnidir hali ham pampersini almashtirib qo'yish kerakmi yoki ovqatini to'kmasdan yedirib qo'yish kerakmi demaydi. Tim bo'li bular hammasi ulg'aygan bolalar. Ona ulg'aymagan, bolalar ulg'aygan. Ona hali ham mensiz bular bir ahvol bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Mana shu narsa onani yashagani bermaydi. Ona degani butun umringni bolalaringga fido qil degani emas. Tushunyapsizmi? Keyin talab qilishni boshlaysiz eng yomon holatda. Mana shu holat. Ikkinchi holatingiz hurmatsizlik. Endi mana Mamutdagi holat hurmatsizlikni olib keladi-da, baraka topkur. O'zini hurmat qilmaydigan onani, o'zini hurmat qilmaydigan, o'z istaklarini qabul qilmaydigan, o'zidan voz kechadigan ayolni bolalari ham o'ylamaydi-da. Bu ham o'zini o'ylaydi, bu ham o'zini hayotini o'ylaydi, bu ham o'zini hayotini o'ylaydi. O'zini o'ylamaydigan onani hech kim o'ylamaydi. Chunki bu zapret qo'ygan bo'ladi, mana bu yerda zapret. Polniy zapret qilib qo'ygan bo'ladi. Bulardan hech narsa kelmasin, bular o'ylamasin. Chunki o'zini o'ylamaydigan insonni hayot, bu tashqaridagi insonlar-ku, ichida o'zini o'ylamaydigan zapret qilib qo'ygan ayolni, onani bular o'yla olmaydi. Biz qanday yashasa ichki dunyoyimizda o'zimizga munosabatimiz qanday bo'lsa, tashqi dunyo, farzandlaringiz ham shuni aks ettiradi. Ana endi o'zini o'ylamaydigan ayol o'zini hurmat qilmaydi-da. Faraz qiling, o'zini o'ylaydigan ayol o'zini hurmat qilardi. Istaklaringizni hurmat qilmasangiz, charchasangiz ham, "Oyjon, turing, menga ham ovqat tayyorlab bering, ovqat bor-ku, buni yegim kelmayapti, buni yegim kelyapti" deydi. Bu charchagan bo'lsa ham eng oxirgi kuchini olib borib shu narsani qilib berishi, bu noto'g'ri bu ayolga. Ovqat qilgan, bunga yoqmayaptimi? Turib o'zi kerak bo'lsa sotib olsin yoki qilib olsin yoki onasi o'rgatsa u qilsin. Qo'li bor, ulg'aygan, bo'lmasa sinisi yoki o'sha qizingizga aytishi mumkin-da. Onani cho'ri qilib foydalanib bo'lmaydi hadeb. Bu insonlar har biri bilish kerakki, bu inson charchaydi, bu temir xotin emas. Buni ham quvvat manbaining chegarasi bor. Charchagan holatida turib, o'zini tanlamay, tanasi shalqillab ketayotgan paytda turib buning istagini amalga oshirishi o'ziga xiyonat bo'ladi. Charchamasa bemalol qilsin, lekin charchagan holatda qilayotgan bo'lsa, bu o'zini tanlamagan ayol. O'ziga nima qilyapti? Hurmatsizlik qilyapti. O'zini shunaqa darajada hurmatsizlik qiladigan ayolni bolalari o'sha narsa qilib berasiz-ku, hali 4-5 qoshiq yeydi-da, bo'pti. Yaxshi dam oling deydi, kirib ketadi. Siz hayron qolasiz. Nima yemayapding? Men shuni senga turib, ko'ryapsizmi? O'sha minnatga tortman, senga turib, shuni charchagan holatimda qildim-ku desa, cho'ta yoqmadi. Bo'pti, yegamchi yedim-ku deydi. Ko'ryapsizmi? Bu nima dars sizga? Bu siz o'zingizni hurmatsizlik qildingiz. Mana shu bola kerak bo'lsa boriga qanoat qilishi mumkin edi. Istamayaptimi? Uyda bor ovqatni istamayaptimi? O'ziga o'zi sharoit yaratilsin. Nega? Ulg'aygan bola bu. Xuddi shunaqa qizingiz ham, o'g'lingiz ham. Siz charchagan holatda qizingiz kelib, "Oyjon, kiyimimni dazmol qilib bering, qilmadingizmi?" desa, "Tur, o'zing qilib olgan" deyish kerak. Men yaxshi qila olmayman desa, qilishni o'rgan deyish kerak. Tushunyapsizmi? Yo'qni aytishni bilmasangiz, sizdan bular polniy foydalanadi. Ulg'aygan deb kim aytadi bularni? Shuning uchun bu siz cho'ri emassiz. Mana quvvat manbai faqat boshqalarga xizmat qilish uchun emas, o'zingizga, bu tanaga, bu bolalarga siz rosa xizmat qilgansiz. Ana endi mana tanaga ham xizmat qilishingiz kerak. Bularga yaxshi qarash kerak. 90 yilmi, Xudo biladi qancha yashaysiz. Va har bir inson o'zini o'ylash kerak, o'ziga qaytish kerak. Butun e'tiboringiz hozir o'zingizga qaratishingiz kerak. Bu bolalar uylanib ertaga nabirali bo'lganlaringizda, siz yaxshi buvi bo'lib, sog'lom buvi bo'lish uchun ham hozir o'zingizga yaxshi qarashingiz kerak. Avaralarni ko'rish uchun ham siz hozir o'zingizga yaxshi qarashingiz kerak. Onalar o'zidan voz kechib farzandlariga qaraversa, bular zo'r bo'lib yuraveradi. Eng qizig'i, noshukur bo'lib yuraveradi. Bu shunaqangi tushib ketaveradi. Qarib,
Chunki o'ziga hali ham o'ziga qaratmayapti, quvvatini boshqalarga sarflayapti. Bularni ham o'zini shaxsiy berilgan quvvati bor-ku. Bular qachon ishlatadi uni? Qachon o'ziga o'zi bular xizmat qilishni o'rganadi? Ko'chada xizmat qiladi-ku bular binoyidek. Ne uyga kelganda o'sha narsa shundoq atkuluchka bo'lib qoladi. Nega? Mana shu narsalarni tushunish kerak. Uyingizda bo'layotgan holat qarang qancha. Bittalar hammasini tushuntiraman, qaramlik. Siz mana Ma'midda qilgan xatoingizni, bu yerda qilgan xatoingizni bolalarga o'zidan ayol voz kechish bo'ladi shu. To'g'risi xafa bo'lasizmi yo'qmi? Ular voz kechish bo'ladi va butun e'tibori farzandlarida bo'ladi. Ana endi butun e'tiboringiz mana shu bolalaringiz toza kiyinishi, yeb ichishi, hayoti, o'qishi hammasini siz o'ylaysiz, voy o'qishga kirib, burray xursandman. Voy yaxshi kiyinib kelibdi, bozordan kelib xursandman. Voy qizim o'rtoqlar bilan bugun o'tga boribdi, voy xursandman. Bu ularning xursandchiligi. Ha, siz qaysidir miqdorda xursand bo'lasiz, lekin sizga tegishli, ichki dunyoyingizga tegishli xursandchilikdan siz ko'proq xursand bo'lasiz. Nega bularni hayoti bilan yashayapsiz? Qani o'zingiz ekan? Qani o'zingizni hayotingiz? Qani sizni shu hayotingiz? Bularda ko'rayotgan, qani sizni yutuqlaringiz? Qani bugun uyingizni yoki vaqtingizni go'zal sarflaganingiz? Qani o'zingizga bag'ishlagan bir pulingiz, umringiz qani? Qani o'zingiz uchun o'ylab bugun qatgadir borganingiz qani? Nega bolalarning yutug'i bilan yashayapsiz? Nima olib keladi bilasizmi? Kelajakda 60 yoshda, hozir bilinmas, 60 yoshda mana shu bolalar bittasi bo'lsa ham telefon qilmasin, bog'lab qo'ydingiz, siz qaramsiz-da. Mana shularni hayoti yaxshi plusdami? Men xursandman. Voy o'g'lim rivojlanib ketibdi, yangi martabaga o'tibdi, men xursandman. Ha, ota-ona xursand bo'ladi, lekin bu o'zini yutug'iga undanda xursand bo'ladi. Faqat bu farzandingizni yutug'i bilan hayot kechmaydi. Bular farzandingizni yutug'i. Bu отдельный masala. Ha, ota-onani bu xursand qiladi, lekin o'zini yutug'i qani? Nega o'zi bilan ishlamayapti hali? Nima qildi 60 yosh bo'lsa? Nima qildi? Nimaga o'zini rivojlantirmayapti? Nega kayfiyatini chog' o'tkazmayapti? Nega qaram bo'lib ketdi? Telefon qilsa, o'g'lingiz telefon qilsa, bugun baxtlisiz. Qilmasa baxtsizsiz. Kuningiz shularga bog'langan. Bu o'g'lingiz xabar olsa, bir nimalar qilib kelsa, xursandsiz, xabar olmasa baxtsizsiz. G'alatimi? Kayfiyating ham bolalaringga bog'liq, kundalik tartibing ham bolalaringga bog'liq. Ertalabdan yaxshi kayfiyatda kechgacha yurasanmi, bolalaringga bog'liq. Xabar oldi, Xudoga shukr, yaxshiman. Xabar olmasa bo'ldi, motam kuyi chalinmoqda. Bu nimasi? Meni hayotim bolalarimga bog'langan degan qaramlik bu. Sizni hayotingiz hech qachon bolalaringizga bog'lanmaydi. Qaysidir etapgacha bo'ldi, qolgani hamma erkin yashaydi. Siz ham, bular ham. Eringiz bormi? Birga ko'p vaqt o'tkazib, zo'r joylarga borib, kayfiyatingizni chog' qilib, yangi joylarni tanib, sayohatlar qilib, yangi ilmlar o'rganib, yangi tanishuvlar, o'sha qarindoshlaringiz bilan uchrashing. Xullas, hayotingizni juda go'zal o'tkazing. Nimaga bu yo'q? Nimaga? Bularga ishoning, qaramlik ko'payib ketib qoladi. Bola telefon qilsa, ona xursand, bola telefon qilmagan kuni ona motam kuyini chalaversa. Siz yashamayapsiz. Bular yashayapti siz uchun. Ne, siz o'lib bo'ldingizmi shunda hozir? Ne, yashamayapsizmi? Mana tana kim uchun? Mana yurak duk qilib kim uchun uryapti? Bola uchunmi? Bolaning o'zini yuragi bor, dukullab uradigan. Bu yurak siz xursand bo'lganingizda xursand bo'ladi. Sizga shaxsiy xursandchiliklarga xursand bo'ladi. Bolalaringizni xursandchiligiga xursand bo'ladi, lekin shaxsiy xursandchilikka juda xursand bo'ladi. O'zidan voz kechib bolalar uchun yashab bo'lmaydi. Oxiri voy bo'ladi. Juda ham voy bo'ladi. Juda ham yomon. Shuni bilib oling. Bolalaringizdan norozi bo'lib qolasiz. Bolalar lekin buni so'ramaydi sizdan. Mana bu narsalarni unutmang. Hammani o'zini shaxsiy xursandchiligi bo'lishi kerak. Necha yoshda bo'lsa ham. Hayotining mazmunli taraflari bo'lishi kerak. Hammani, necha yosh bo'lsa ham. Ana endi chegara. Bolalar bizga aql o'rgatishi bu normal holat, lekin bilingki, bular bizga nima qilishni va qilmaslikni o'rgatishi bu noto'g'ri. Biz tajribalimiz, ulardan ancha oldin tug'ilganmiz va bizni hayot tajribasi bor,
va bizda yetarli o'zimizni hayotimizni isloh qilishga hamma narsa bor. Ha, bolalar ustoz deganim, ular bizga aql o'rgatadi emas. Biz ko'zlarimiz bilan ularda ko'rayotgan holatlar ko'pincha bizni g'ashimizga, jahlimizni chiqarayotgan holatlar bizga tegishli bo'ladi dedim. Mana shu holatlar biz ularda ko'ryapmiz, bizga tegishli. Shunday ustoz, mana gapirib ustozlik qilmaydi. U bilmay qoladi. Menga o'tirib aql o'rgatlaring, men aqlsizmanmi, menga tarbiya beringlar demaydi ona. Men bunaqa demaganman, va shu noto'g'ri tushunmabsiz. Ona prosta bolalarini o'zi bolalar bilmagan holatda ustozlik qiladi. Bu bilib qilinmaydi. Mana ona, nimaga o'zingizni tanlamaysiz? Charchabsiz, ona kirib dam oling deydi. Mana shu dars edi sizga. Nima deydi? Voy, dam olishni bilmaysan, charchaganingni sezib turibsan, lekin nega dam olmayapsan degan narsani bu gapiradi. Mana shu yerda ustozlik qilyapti. Borib kelib, ona, bir o'zingizga qarashni bilmaysiz, normalni naq qiling, palonchini onasini qarang, ahvolingizni qarang, bunaqa aql o'rgatilmaydi. Bu hurmatsiz ona, qadri yo'q ona, chegaralari toptab tashalgan ona, chegarasi yo'q ona bu. Bolasi ham kelib uni bemalol urishib tashlayaptimi? Bu chegara yo'q. Bular o'zini katta tutyapti mana. Bular o'zini katta tutyapti sizga. Ustoz bunaqa bo'lmaydi, men unaqa demaganman. Bular hali rosa javob beradi, bular tez qarib ketadi agar sizni tepadan kelib aql o'rgatayotgan bo'lsa. De, qanday aytganman? Siz darslarni qayta boshidan eshitib ko'ring-da. Biz mana ayollar, umuman kim erkak bo'lsa ham farzandlarimizda o'z xatolarimizni ko'ramiz deganman, o'z xatolarimizni. Va bu bizga ustozlik bo'ladi. Qizimizda o'z xatoyimizni ko'ramiz, o'g'illarimizda o'z xatolarimizni ko'ramiz va bizga tiyib ketadi. Tiyib ketmagani u bizga tegishli emas. Tiyib ketadiki, jahlingni chiqaradi, ashini keltiradi, asabiylashtiradi. Mana shu holatlar bizga tegishli edi. Mana ichimizda ko'rmayamiz. Qayerdadir pisib yotibdi, shu xato bizda bor. Shuning uchun bular bizni davomchilarimiz bular. Davomchilarimiz. Shuning uchun biz ko'rmayotgan narsalarni ko'rsatadi. Ataylabdan ustozlik qilmaydi, o'zi bilmagan holatda bo'ladi bu. Gapirilmagan, aytilmagan, so'zlanmagan holatda bo'ladi bu. Ataylabdan ota-onaga qanday hayotni yashashni o'rgatish, bular o'zini ustun qo'yardi ota-onadan degani. Hurmatsizlik qilinmaydi, ustozlarda unaqa bo'lmaydi. Bular bilmagan holatda deganman. Tushunasizmi? Bilmagan holatda bizga aks ettirish qonuni bilan ustozlik qiladi. Uni sezmaydi, bular ataylabdan qilmaydi buni. Siz sezasiz. O'sha mana shu holatlar bilan sezasiz. Va bular tayyor oynada bizni ichki dunyomizni, biz yoshlikdan isloh qila olmayotgan narsalarni, tarbiyadagi nuqsonliklarni bular ko'rsatadi. Biz qo'yib olmayotgan, biz hali ham qiynalib kechira olmayotgan vaziyatlarni bular ko'rsatadi. Biz farzandlarimizga bo'lgan munosabatimizni ko'rsatadi. Onamizga bo'lgan munosabatni, hayotga bo'lgan munosabatni, tanamizga bo'lgan munosabatni bolalar ko'rsatib turadi. Hali ko'p narsani ko'rsatadi. Bu bilishmaydi, siz prosta ko'zlaringiz bilan, yuragingiz bilan, qalbingiz bilan his qilasizmi? Mana shu ustozlik bo'ladi. Ular o'tirib olib notatsiya o'qiydi demaganman. Bular o'zidan ketgan farzandlar. Onada hurmat, qadriyat yo'q degani. Qadriyat bilan ishlash kerak. Ana yana keyingi sizni oilangizda bo'layotgan vaziyat. Voy, 5-si. Bo'lar bo'lmasga har doim yordam berish. Bolalaringizni zaif deb o'ylaysiz va kelajakda yanada zaif qilmoqchi bo'lsangiz, cherishchur ulg'aygan bolaga pul beriladi. O'zingizda ehtiyojlaringiz ko'p edi. Masalan, o'sha qayergadir borish, nimadir sotib olish, masalan, basseynga borish, massajga borish, voy bu tana nimalar xohlaydi? Dam olishga borish, qaysidir kiyimni olish, xullas qaysidir kosmetikalarni sotib olish. Istaklaringiz, ehtiyojlaringiz ko'p. Ehtiyojlaringiz ko'p. Lekin siz bolalarning ehtiyojini o'zingiznikidanda baland qo'yar ekansiz va bularning ehtiyoji qondirilsin, meniki bir gap bo'lar. Yana nima qilasiz? O'zingizdan voz kechasiz. Xo'p, bolalardan mana ulg'aygan bolalar, o'zi pul topadigan, mana bu qiz ham hammasi ulg'aygan. Siz ayolsiz, siz pul mashina ishlab chiqaradigan mashinasi emassizda.
Bularga yordam berish, masalan, kiyimingni to'g'rilab beraman, tufligini artib beraman, mana mama pul olib ketgan, yordamni yo'li ko'p-ku, masalan, yordamni turi yo'li ko'p. Ayol 40 yoshida ulg'aygan bolalariga haliyam o'sha yordam beraverarkan, bularni kuchsiz deb tan olgani bo'ladi. Bularni zaif deb o'ylaydi va bu nazari, ayolning ichki nazari bolalarni haqiqiy zaif bo'lishiga olib keladi. Zaif emas edi, zaif bo'lib ketishiga, yanada zaif bo'lishiga olib keladi. Va bular o'z, mana masalan, o'sha kiyimini tayyorlab bering. O'zini kiyim tayyorlashni o'rgana olmaydi bu bola hali beri. Oyoq kiyimlaringni tayyorlab bering. Mana bu kiyiming bilan bu kiyiming yaxshi tushadi. Qo'yavering, hozir bir ahvolda ketursin. Bir kun kelib bu undan o'rganadi, shaxsiy tajribaga ega bo'ladi, zo'r kiyinishni o'rganadi. Siz hamisha yonida bo'lib buni kiyintirib yura olmaysiz. Ertaga sizdan eshitmagan gapni, tashqarilardan eshitmagan gapni 40 yoshida ko'chada eshitib yuradi. Qo'ying, hozir 17-18 yoshda gap eshitsin, yoshroq bo'ladi va o'z tajribaga ega bo'lsin. Kiyinishni bilmaydimi, kiyinishni o'rganib oladi. Hadeb siz o'rgatib turmaysiz. Siz bog'chapas emassiz. Tushunasizmi? 60 yoshida ham bu 40 yoshli bolaga bog'chapa bo'la olmaysiz. Samostoятельный bo'ladigan payti keldi. Hop, siz tirjayib g'alati kiyinib ketursin. Ko'chada undan eshitadi, sekin-sekin mana shu boshqalarning gapi unga zo'r ta'sir qiladi va o'zini isloh qiladi. 1 yilga qolmay mana shu zo'r tajriba bo'ladi bolaga. Siz mana shuni o'g'irlayapsiz, ona. Xuddi shu bola kiyimini tayyorlab chiqib ketishga. Kiyimini siz tayyorlab beryapsizmi, kiyib chiqib ketyapti. Birinchidan xizmatingizni qadri bilinmaydi. Kiyimni tayyorlangan kiyimni qadrini bilmaydi. Chunki o'zi tayyorlab ko'rmagan, buni tanimaydi, tushunmaydi. Ertaga uylanadi bu bola ham kiyimini ayoli tayyorlab beradi. Bir umr kimdir buni kiyimini tayyorlab beradi. Nobodi tayyorlamasin, bu jahon shuni qiladi. Nega? O'zi kiyimini tayyorlashni o'rganmagan. Hamma tayyorlab berishi shart dedi degan narsani hayotiga olib kirib oladi. Qo'rqinchlikmi? Qo'rqinchlik. Nega bu darsni olmadi? Chunki hamma qilib berdi. Yordamni oshig'i bilan berdi. Ulg'aygan, qo'l oyog'i ishlayotganda qila oladimi? Yaxshi holati, yana kerak bo'lsa ayb ham topadi. Yaxshi qilmabsan, zo'r tayyorlamabsan, bu kiyimim bilan bu kiyimni tayyorlash kerak edi. Zo'r bo'lsang o'zingga o'zing tayyorla. Onangni o'zingga shu ulg'aygan yoshingda ham cho'ri qilmasdan. Zo'r bo'lsa o'ziga o'zi tayyorlasin. Va bunday erkakni ayoli har doim stressda emas, rohatda yashaydi. Qilib bersa zo'r, qilib bermasa yomon bo'lmaydi. Qilib bera olmagan paytda bu o'ziga o'zi qilib keta oladi. Ulg'aygan erkakning dunyoqarashi shunday bo'ladi. Ulg'aymagan qarram erkak kiyimimni tayyorlab ber. Ona, eting kiyimimni tayyorlab bersa, nega tayyorlamaydi? Bu tayyorlash kerak, u tayyorlash kerak. Boshqalar, o'zingni qo'l oyog'ing nimadir singanmi, nogironmisan, nima bo'lgan senga? Qila olmaysan, nima bo'lgan? Qani shu xizmatlarni, necha yilgi xizmatlarning qadrini bildingmi? Yo'q, bilmaydi, chunki o'zi qilib ko'rmagan. Tayyorlasin, o'ziga nonushta tayyorlab ko'rsin. 1-2 siz kechib turganingizda kiyimini tayyorlasin, kiyimini yuvib ko'rsin, quritib ko'rsin, dazmol qilib ko'rsin, shkoplarga, vishelkalarga joylab ko'rsin. Bunga qancha vaqt ketishini, qancha mehnat ketishini his qilsin. Keyin sizlar tayyorlaganingizdan keyin shu paytgacha rahmat demagan bola orada bir adashib ayolimi, singlisimi, onasimi tayyorlab berganda rahmat deydi. Nega oldin rahmat demagan? Qadri yo'q edi bu ishni. Nega hozir qadri bor? Chunki his qilib ko'rdi. Tatib ko'rdi nimaligini. Ko'ryapsizmi? Inson o'zi his qilmas ekan bizni mehnatimizni, qadri bo'lmaydi mehnatni. Va keyingisi vaqt. Любой ayolmidi, erkakmidi o'ziga vaqt ajratmas ekan, u so'lib boradi. Bu vaqt Xudo biladi mana qancha vaqt bizga berilgan. Shu vaqt har doim boshqalarga ketursa, u shundoq necha yil biz boshqalarni deb yashadik. Bu tana xafa bo'lmaydimi? Umringizning oxirida xafa bo'lmaysizmi? Afsuslaringiz ko'p bo'lmaydimi? Eslamaysizmi? Kuchim bor edi, toqqa chiqardim. Kuchim borda sayohat qilardim. Hamma shunaqa derkan mana, astag'firullah, ko'pchilik, juda kamchilik shunday derkan. Kuchim borda umriga borardim. Kuchi borida borish kerak ekan. Nega kuchingni isrof qilyapsan hozir? Kuchli bolalaringga, sog'lom,
Kuchli bolalaringga nega o'zingni zaif kuchingni isrof qilyapsan? Nega bularga borging kelmayaptimi? Ha, bularga borish uchun kuch kerak, pul kerak, kuch kerak, salomatlik kerak. Xo'p, nimaga shu salomatlikni, kuchni va keyin shunga mos xos keladigan pulni sen isrof qilyapsan bolalarga? Hammasini. Yana o'zing ichingda xafa bo'lib o'tiribsan. Nega? Nega? Qachon o'zingni tanlaysan? Vaqt o'tib ketyapti, tik qilib vaqt o'tib ketyapti, umr o'tib ketyapti. Bu yoshda borilmagan joyga bu yoshda boraman deb o'ylaysizmi? Bu yoshda borilmagan joyga bu yoshda boraman deb o'ylaysizmi? Ma'mila qolmaydi. Salomatlik, quvvat, pul. Nega bularni hammasini o'zingizdan har doim ayaysiz? Qachon keladi vaqt sizga? Qachon mana shu yerda bo'lganingizda keladimi? Qachon kutyapsiz borishni? Armonda ketishni istasizmi? Shuning uchun vaqt o'zingiz uchun ishlash kerak. Berilgan vaqt avvalambor inson o'zi uchun ishlash kerak. 7-si kechirish. Onalar bolalarimdan roziman deydi. He, nimalar demaydi bu tilla bilan. Ba'zida telefon qilmasa mana xafa bo'lib norozisiz. Ba'zida siz istagan narsangizni olib bera olmaydi. Ba'zida prosta tak bayramlarda tabriklay olmaydi. Ba'zida prosta tak sizni tug'ilgan kuningiz esdan chiqib qoladi. Nimaga? Siz o'zingizni tanlamaydigan, o'zini esdan chiqaradigan, o'zidan voz kechgan ayolni bular tashvishi holati rosa ko'payib ketadi. Nima deydi? Onasiga vaqt ajratadigan ahvolda emas, hammasini o'zini tashvishi ko'payib ketadi. Nega? Ona e'tiborni boshqalarga qaraganda, bular ham e'tiborni boshqalarga qaradi. Shu onani bolalari-da. Ko'rasizmi mana? Bularda ko'payib ketadi-da, haqiqatdan vaqti bo'lmaydi. Bularda aybdor degani emas. Ona e'tiborni o'ziga qaratganda, bularni mana holatlari ona to'g'ri yashayotgani uchun yo'q bo'ladi-da, mana shu holatlar. Poklanadi, yaxshi bo'lib ketadi-da va ularda ortiqcha vaqt bo'ladi. Onamni ko'rgim kelyapti deydi-da, onasini borib ziyorat qilib keladi. Onani yashash tarzi bolalarga ta'sir qiladi. Agar ona o'zidan voz kechib, polni e'tibori, vaqti, umri hammasi bolalarga qaratilgan bo'lsa, bolalarniki boshqalarga qaratiladi. O'zini bolalarigadir, ishigadir, muammolarigadir. Shunaqa bo'ladiki, bolalarning hayoti o'g'ilning vaqti chegaralangan bo'ladi, yopiq bo'ladi, zabita. Daj abedlanishga vaqti bo'lmaydigan, shunaqa darajada onaga vaqt qolmaydigan darajada bo'ladi. Bularga ruxsat ham bo'lmaydi onaga vaqt ajratishga. Onaning tuyg'ulari hal qiladi shuni. Bularni o'ziga vaqti bo'lishi mumkin, oilasiga, boshqasiga, lekin onaga vaqti bo'lmaydi. Nega? Chunki onani o'ziga vaqti yo'q. Qonunni bu yaratyapti. Bu buzyapti va bular onamni ko'rishga boraman deganda yo'llar berk bo'ladi. Onamga telefon qilaman desa nimadir bo'ladi, yo'l berk bo'ladi. Onamni nima deydi, ziyorat qilaman desa yo'l berk bo'ladi. Nega? Ona yo'lni berkitib bo'lgan shu yerda. Yaxshigina berkitib bo'lgan. Chunki ona o'zini o'ylamas ekan, bolalar uni o'ylash yo'llari, mana yo'llari borda, shu yo'qolgan bo'ladi. Bola tang harakat qilsin, bu onam bu yerda ona prosta yo'lni berkitib qo'ygan. O'zini o'ylamay. Kim o'ylamoqchi bo'lsa ham mana shu insonlarning ishi yurishini o'ylab yura olmaydi. U yura olmaydi. Siz bulardan men xafa bo'ling bir ting. Bolalar masalan yoshlikda bilib-bilmay har xil gaplar gapirib qo'yadi, qo'pol gaplar. Bo'ladi, mana o'g'il bolalarda bo'ladi. Qizlarda endi bilmayman, menda endi qiz yo'q-ku. Endi xolasi qizlarim bo'ladi. Lekin qizlar bilmadim shunaqa qiladimi yo'qmi? O'g'il bolalar ba'zida shunday qiladi. Men ham aytardim. Hozir kimga shunday muomala qilding? O'z onangami? Mana onangni bilsang, sen hozir shu onangga shunday muomala qilgan bo'lasan desam, g'alati bo'lib ketardi, bor-ku. To'g'ri so'zni tanlab gapirish kerak. Ha, men onangman, seni yaxshi ko'raman, tushunaman. Lekin seni so'zing meni ichimga ta'sir qilmadi deb o'ylamagin. Men alderman, berkitarman, lekin har bir qilgan xatti-harakating, so'zlaring, menga qilingan hurmatsizliging meni qalbimda izini qoldiradi. Men ona sifatida yaxshi ko'rib bu narsalarni unutarman, lekin meni tanam unutmaydi derdim. Menda qancha sen shunday izlar qoldirsang, mana shular uchun Alloh oldida javob berasan. O'z onangni
travmirovat qilganing uchun, qalbini og'ritganing uchun, shuning uchun o'ylab gapirgan. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman, kelajaginglar porloq, bekami ko'z hayotda yashashinglarni istayman. O'ylab muomala qilgin. O'zingni hayoting uchun bu juda muhim. Ona butun ichki resurs, ichki hayotingga javob beradi deb aytaman. Bolalar anchagacha uzr so'raydi. Telegramda ham, boshqada ham so'rashadi. Menga kerak emas ularning uzri. Prosta biz o'zimiz shunday tarbiyalab qo'yganmiz. Bizdan chiqqan shu holat. Tuzatish uchun biz to'g'ri o'sha yechim qilamiz. Albatta chiroyli qilib, sokin bo'lib, ko'zlaringiz mehrda qarab turib tushuntirish kerak bolalarga. Lekin chegarani bilish kerak bolalar. Gaplashish ohangida ham, qarash ohangida ham chegarani bilish kerak. Ana o'shanda kechiradigan ishlar bo'lmaydi, tushunishlar ko'payadi. Bola tushunadi, ha deydi. Ha deydi, bu onam-ku deydi, keyingi safar jahli chiqib keladimi, boshqa holatda keladimi, o'zi tilini isloh qilgan holatda gaplashish kerak ona bilan deb, miyasida mana shu narsani nazorat qiladi. Hamma bilan o'zini kontrol qilmas, sizga kelganda endi juda ehtiyot bo'lib muomala qiladi. Eng yaxshi so'zlarni tanlab, nega? Siz zo'r dars berib qo'ydingiz. Endi kechiriladigan ishlar emas, tushunadigan ishlar ko'payadi. Bir-birini tushunishlar ko'payadi. Qalbingizda mana bunaqa yaralar bilan ayta olmay o'tib ketmaydi onalar. Bola bilan o'sha qanday muomala qilish kerak bo'lsa, onamisiz bu insonlarga onadek muomala qilishingiz kerak. Bular ham onasiga qaraganda tushunish kerak. Shu o'rtada munosabat shaffof bo'lish uchun siz ham ichingizda bularga bo'lgan munosabatingiz shaffof bo'lish kerak. Dilidagina inson chiroyli qilib, yig'lamasdan, baqirmasdan, ayblamasdan, qandaydir qaramliklarga kirib ketmasdan tushuntirishni o'rganish kerak. Ana shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Ana endi 8-si. Agar siz ayol bo'lib, mana hozir 40 ga qarab ketyapman desa, mendan nechadir yosh ekansiz. Xullas, o'zi 40 yosh boshqacha yoshda, qayta hayotni boshqacha nazarda ko'radigan yoshda, shuncha ko'p narsa sizga tegib ketyapti. Ko'pchilikdan o'tadigan holat, o'zi 37 dan keyin, 36 dan keyin boshlanadi bu periodda. Boshqacha nazarda qaraysiz hayotga, bolalarga ham, hammaga. Bu o'zgarish yoshida yangi boshqacha etap, zreliy etapda. Ishoning, mana shu 40 yoshdan keyin xo'p, undan oldin nima bo'lsa bo'ldi, mayli. Agar hayotingizda o'zingiz uchun vaqtingiz bo'lmasa, hayotingizni o'zingiz mazmunli qilishga harakat qilmasangiz, ertalab turib bugun buni qilaman, uni qilaman o'zim uchun, buni qilaman demas ekansiz, siz mana shu chegaralarda haligi mana shu holatlardan chiqolmay yuraverasiz. Mana sizga bittalab hammasini tushuntirdim. Agar har bir ayol, erkak, erkakning endi vazifasi boshqacha, erkakni men qo'shmayman. U oila uchun mas'ul. Men faqat ayol haqida gapirdim. Agar o'zing hayotingni o'zing chiroyli qilmasang, rangli qilmasang, istaklaring bor, chiroyli, ichingni nurli, amami fisq fasodlarsiz bo'lishini istasangiz, hayotingiz, vaqtingiz, quvvatingiz 40 yoshdan keyin va kayfiyatingiz ko'proq o'zingizga qaratilgan bo'lsin. Pulingiz, o'sha ichki polniy resurs o'zingizga qaratilgan bo'lsin. Bo'shab qoladi, ayol ko'pi bo'shab qoladi. Bering. Massajga boring, xursand qiling, uyingizga qarang, o'zingizga qarang, yana qayting o'zingizga, qayting. Siz baxtli, mana shunaqangi istaklari amalga oshayotgan ayol bo'lsangiz, birinchidan bu bolalarning ichida fikri o'zgaradi sizga. Sizniki o'zgargandan keyin bilib oling, eringizni fikri o'zgaradi. Hayotingiz gullab yashnaydi. Kim uni gullatadi? Siz o'ylaysizki, bolalar deysiz, yo'q. O'zingiz hayotingizni egasi siz bo'lishingiz kerak. Allohdan kelgan. Bu tana kimniki? Alloh omonat qilib sizga bergan, bolalaringizga emas. Sizni siz asraysiz, bolalaringiz eringiz emas. Sizni siz xursand qilasiz, bolalaringiz eringiz emas. Shuni aniq tushunib olish kerak odam. Sizni siz hurmat qilasiz, bolalaringiz eringiz emas. Sizni siz qadrlaysiz, shu tanani, shu ruhiyatni siz qadrlaysiz. Siz mana mana istaklaringizga ha deysiz. Ha deysiz. Tayyorman, qabul qilaman deysiz. Buni
Hamma butun ves olam, ichki olam ha deb turganda ves olam unga shuni bildiradi. O'sha boshida aytganimdek, bolalaringiz ham shunga harakat qiladi. Onamni xursand qiling deydi. Eringiz ham, butun oilangiz ham. U boshqacha bo'ladi. Ayniqsa sizdek ayolga bu jannat makon hayot bo'ladi-da. Chunki bu narsalarni taningiz hali tanimaydi. Nega? O'zidan voz kechursa bu narsalar amalga oshmaydi-da. O'zini hurmat qilmasa, boshqalarni tanlab o'zini hayotini, vaqtidan, resursidan, quvvatidan, pulidan voz kechursa, har doim boshqalarni deb. Bu tana judayam ko'p yig'layapti. Sizda rosa ko'p ko'z yosh bor, judayam ko'p. Dashi ko'z yosh chiqishigan vaqt yo'q. Nimaga? Vaqtingiz hammaga bag'ishlanib ketganmi? Bu oila ham mayli, juda ko'pchiligi bag'ishlangan vaqtingiz. Men o'zimni hayotimda mana shu narsalarni amalga oshirish boshlaganimda hayotim qiziqarli, mazmunli bo'lishni boshlagan. Mana shu narsalarni men o'zimga berishni boshladim. Kutmadim, erim bersin, bolalarim bersin deb. Necha yil mana shu hayotni o'zimga yaratdim. Ko'p ayollarni xatosini gapirdim bugun. Shu narsani o'zimga yaratdim, haligacha ishlayapman. Nega? Biz bu o'lchamda tanimasdik. Biz bu o'lchamga endi kirib keldik. Men bilmadim. 30, 40, 50% balki shularni bajargandirman. Taxminda endi bu. Balki 10%dir, kim biladi. Menga berilganidan 10%dir. Men tushunishim bo'yicha 30-40% men shunga amal qilolman deb o'ylayman. Misolda, bu ko'chalarni tanimaydigan inson oziga ham xursand bo'ladi-da. Sizga berilgani Xudo biladi, balki 1000%dir, milliard%dir. Biz baribir bilmaymiz hali-da, shuning uchun biz hali ham o'rganuvchi insonmiz. Lekin bunday yashash haqiqatdan ichki huzur bu. Bu rohat, bu farog'at. Bilvoning, hech kim bo'lmasa ham mana shunday yashashni o'rganish kerak. Hech qanday qaramliklarsiz, qaram bo'g'irsiz qiynalasiz. Bular hal qiladi sizni kayfiyatingizni. Nega men o'zim hal qilmasligim kerak o'zimni kayfiyatimni? Nega meni kayfiyatimni birovlar hal qilish kerak? G'alati emasmi? Men unda nima yashayapman? Meni hayotim nima kerak agar boshqalar uchun bo'lsa bu? G'alati. Shuning uchun mana shu savollarni ko'p bering. Ko'z yoshi rosa ko'p taningizda, ko'p, juda ko'p chiqish kerak bu. Og'riqlar chiqqandan keyin mana shu darsni yana bir bor eshitib chiqing, chunki hozir tushunmaysiz. Ichingiz to'la havo bulut bo'lib yotibdi. Yomg'ir yog'gandan keyin biz chariqlagan quyosh ko'ramiz. Yig'lab olganingizdan keyin tushunasiz bu darsni. Uzru shunaqa, ungacha tushunishingiz qiyin bo'ladi. Prosta holatingizni bilib turibman. Bu bitta siz bunaqa yashamayapsiz, o'zingizga bunaqa rahmingiz kelmasin. Bilasizmi, qancha inson shunaqa yashaydi? Qancha inson. Bitta siz emas. Shuning uchun baraka topkor. Bu holatdan men chiqoldim. Chiqyapman hali ham. Men sizga aytdim-ku, men dashi bilmayman qancha chiqqanimni. Lekin hozir shu holatimga rosa rahmat deyman. Mana shu Alloh mana shunday hayot borligini tanitganiga. Bilmayman hali qancha berilgan menga buni. Qancha berilgan? Biz taxmin ham qila olmaymiz. Ko'rasizmi? Buni chegarasi yo'q berilgan bo'lsa-chi? Juda zo'r berilgan bo'lsa-chi? Buni olmay o'tib ketish bu qanaqasi? To'g'rimi? Har bir ayolga tegishli bilib oling. Sizning hayotingiz hozir qancha ayolning hayoti bu? Bitta siznikini gapirmadimmi hozir? Qancha ayol shu ahvolda? Xudo xolasa rozi bo'lsangiz, mana ismingizni ishlatmadim, juda ehtiyot bo'lib gapirdim. Kanalga tashlayman butun mashkasha, masha, malashalarni.